ekani qilasizlar, payal qilasiz. Ha, viloyat prokuror o'zarman akaman. Ha, Dilshod emasmi, familiyam Musarraf aka. Mayli aka, men shunda shu masala chiqib ketdi. Keyin men boya qoziga aytdim, "Qozi dedim, sen mana bu hujjat tashlab ketibsan, chiqayotgan payt aytib ketdi bizga, tashlab ketibdi." Men aytdim, telefon qildim, "Qozi dedim, mana bu hujjatni sen tashlab ketibsan, bu kim edi o'zi? Kimga berding buni?" desam, "Aka, bilmayman, men 3-4 bilan gaplashyapman" dedi. Keyin men aytdim, "Telefonni ber, qani bir gaplashaylik qani" dedim. Ulug'bek aka degan nomerni tashlabdi menga. Ulug'bek aka degan nomerni yozib tashladi Hoji. Keyin shunga qaytib chiqdim. Keyin hokimga aytdim, "Hokim bu tumanni egasisan. Klasterda kim oldi o'zi? Xabaringiz bormi?" desam, "Aka" dedi, "Meni xabarim yo'q. Hozir 1 soat 2 soatda hozir aniqlab aytaman" dedi. Shu bilan yo'q bo'ldi. Bo'lgan narsa shu, men aka sizni ta'sisda siz olasizmi? Boshqa oladim aka. U o'zi Hoji to'g'risiga bizni menejerimizniki buni to'g'risiga kecha ana bolalaringiz ham so'z men qaytayotgan payt kirdimda ularga aytdim, "Ey Hoji bilan oralaringni ochib olinglar. Ertaga bu odam mana fermerlar necha marta yiqqan, hamma syomkalari bu yerda necha marta ijtimoiy tarmoqqa chiqqan, hammasi turibdi bu yerda." Zavodda ham mana hozir 2 kunda ruxsat qarori chiqadi. Zavodda ham hozir men qatlama tomon qatlagan, hamma sotib olinadi. So'nggi paytlarda o'zini qonundan ustun qo'ygan tadbirkorlarga bosim qilib, ularning biznesini egallab olishga harakat qilayotgan, iqtisodiyotimizga jiddiy putur yetkazayotgan murakkab moliyaviy jinoyatlar sodir etayotganlar, o'zini qozi deb hisoblagan odamlar o'rtasida oldi-berdi masalalarni hal qilib yuborgan ayrim jinoiy to'dalar ham paydo bo'lyapti. Buni ham yashirishimiz kerak emas. Bu ham iqtisodiyot rivojlangani sari oldimizda mana shu xavf-xatarlar ham paydo bo'lyapti. Hamma eshitib olsin. Hamma bunday jinoiy to'dalar faoliyatiga chek qo'yish kuchimiz ham, qudratimiz ham yetadi. Bunga yo'l qo'ymaymiz va buni yo'l qo'yishga butun jamiyatimiz bilan albatta kurashamiz. O'zbekistonda fuqarolarimiz, tadbirkorlarimiz va investorlarni har qanday vaziyatda ham ishonchli himoya qiladigan davlat bor, konstitutsiya bor, qonunlar bor.